Assalomu alaykum aziz dindoshlar. 32-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda ulab o'qish degan mavzu o'tamiz. Ya'niki nomidan ham ma'lum, so'zlarni demak bir-biriga ulab o'qishni o'rganar ekanmiz. Shuni bugun birinchi qismini yoki bo'lmasa birinchi qoidasini o'rganamiz. Qarang, e'tibor bering. Masalan, birinchi so'zimiz an deb yozilgan, to'g'rimi? So'zimiz nima bilan tugayapti? Sukun bilan tugayapti. Ikkinchi so'zimizni qarasak, vasli hamza bilan boshlanyapti, to'g'rimi? Endi qarang, qoida kelib chiqadi. Birinchi so'zimiz sukun bilan tugayapti ekan. Ikkinchi so'zimiz esa vasli hamza bilan boshlanyapti ekan. Qoida quyidagicha. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, shu sukun bilan tugagan harfga kasra beriladi. Nima degani bu? Ya'niki qarang, boshdan aytaman. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, sukun bilan tugagan so'zga kasra beriladi. Ya'niki bunga kasra berar ekanmiz. Mana. Endi bu sukunni unutasiz. Bu yerda faqat kasra bor tasavvur qilinadi. Ya'niki sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, sukun bilan tugagan so'zga kasra beriladi. Ya'niki bu endi an emas, ani. Endi vasli hamza so'z o'rtasiga o'qilmaydi. Shunda to'g'ri l ga o'tib shunda anil ta deb o'qiladi. Tushunarli? Boshdan aytaman, qarang. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, sukun bilan tugagan so'zga kasra beriladi, mana qarz beriladi. Umumiy xulosa qilsak, mana sukun bilan tugaydigan so'z bor ekan va undan keyin vasli hamza kelib qolsa, mana shu sukun bilan tugagan harf bor-ku, shunga bitta kasra berib o'qiysiz, bo'ldi. Chunki ikkita sukunni kelma-kelma o'qib bo'lmaydi. Masalan, buni an, keyin buni qanday o'qiyman? Bu ham sukunlik. Buni a deb o'qiymanmi, i deb o'qiymanmi? Chunki ulab o'qish kerak edi. Qoida shu. Demak, boshdan aytaman. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, mana shu sukunlik harfga bitta kasra berib o'rasiz mana. Ya'niki a nil ta. Nega vasli hamza o'qilmayapti desa, chunki so'z o'rtasiga kelsa o'qilmaydi. Keling, quyidagi misolni ham ko'raylik. Shunda menimcha yaxshiroq tushunarliroq bo'ladi. Endi qarang, masalan, yana shu. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, mana sukun bilan tugagan so'zga kasra beriladi mana. Kasra beramiz. Mana vasli hamza tashib ketadi, chunki so'z o'rtasiga kelyapti. Shunda a b i abil to'g'ri? Abil tum deb o'qiladi. Bo'ldi. Qoidamiz juda ham oson, faqat qarang. Charkashtirib yubormang, boshdan aytaman. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, shuga bitta kasra qaz berib qo'ysangiz bo'ldi. Umumiy holatda aytsak mana. Bitta kasra chizib qo'ysangiz bo'ldi. Shunda a n i vasli hamza so'z o'rtasiga kelgancha o'qilmaydi. Shunda anil ta. Yana shu mana sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, bu yerga bitta mana kasra yozib qo'yasiz. Shunda a b i abil tum vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi. Tushunarli? Endi bu sukun qayerga ketsa, bu tushib qoladi bu. Bu sukunlar o'z-o'zidan yo'q bo'lib qoladi, tushunarli? Endi kelingda hozir endi tagidan yozib qo'yasiz. Mana bu yerdan birinchi qoida deb qo'ydim, shunchaki siz tagidan birinchi qoida deb yozasiz, qarang, bunday yozasiz. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, sukun bilan tugagan so'zga kasra berib o'qiladi mana. Mana shu tagidan qoida qilib yozib qo'yishingiz juda ham muhim hisoblanadi. Chunki biz daftarimizda sig'may qoldi. Siz shuni tagidan yozib qo'yishingiz kerak. Tushunarli? Keling, yana endi misollar bilan o'qib ko'ramiz. Masalan, mana birinchi misolga e'tibor beradigan bo'lsak, mana a n da ustida sukun kelyapti. Hamda vasli hamza kelib qolyapti. Endi nima qilamiz? Qoida bor edi bizda. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, bunga kasra qarz beramiz yoki kasra beramiz ham bo'ladi mana. Shunda bu sukun yo'q bo'ladi-da, bunga i beramiz. Shunda a n i vasli hamza so'z o'rtasiga o'qilmaydi. Shunda anil kitab deb o'qiladi. Shunda anil kitab. Tushunarli? Demak, sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, bu yerda kasra yozib qo'yasiz, bo'ldi. Chunki to'g'ri-to'g'ri o'qib bo'lmaydi-da buni. To'g'ri-to'g'ri o'qish mumkin emas. Endi bunisi qarang mana.
sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, bunga kasra qarz beramiz buni. Kasra qarz berib, vasli hamza o'qilmaydi, suratasiga kelyapti chunki bunga o'tib ketamiz. Shunda a nis ta. Ya'niki qarangda, mana bu yoqda vasli hamza lam bilan kelyapti, bitta lamsiz kelyapti, u muhim emas, ahamiyatga ega emas. Qoida shuki, sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, shu yerga sukunni tagiga bitta kasra chizib qo'yasiz, bo'ldi. Mana osongina qoida. Tushundingizmi? Keling yana o'qib ko'ramiz. Masalan, quyidagi so'z mana. Bu ham shu mana. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, bitta mana shu kasra chizib qo'yasiz, bo'ldi mana. Kasra chizib qo'yib, bunga o'tib olasiz sekingina. Vasli hamza suratasiga kelsa o'qilmaydi. Shunda anit ikkita ko'p etdi. Anit tabe. Anit tabe. Bo'ldan osongina ekan qoida. Boshdan aytaman, qarang, qoidani yaxshi yodda olishimiz kerak. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, sukun bilan tugagan so'zga kasra beramiz mana. Shunda a n i vasli hamza so'z o'rtasida keladi, o'qilmaydi. Shunda anil kitab. Bo'ldan osongina. Yana bunisi sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, bunga kasra beramiz. Shunda a n i vasli hamza so'z o'rtasiga kelyapti, o'qilmaydi. Anista. Endi oxirgisi mana. Sukun bilan kelgan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, bunga bitta kasra beramiz. Shunda anit tabe. Bitta masalan n ni qo'yapmiz-ku, asosan to'g'ri. Bitta t bo'lishi mumkin, m bo'lishi mumkin, istalgan harf. Sukun bilan kelsa bo'ldi. Sukun bilan kelgan harf vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, shunga bitta kasra qarz berib o'qib ketaverasiz. Qoidamiz juda ham oson menimcha. Keyingi darsimizda yana ikkinchi qismini o'tamiz. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nuqtasiga yetadi. Yana takror aytaman, siz mana bu yerga biz masalan hozir 32-darsni o'tdik, shunchaki bu yoqqa nazariyani yozib ketdimi? Qoida yozilganim yo'q. Siz pastidan birinchi qoida deysiz. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, sukun bilan tugagan so'zga kasra beriladi. Osongina qoida, yana bir bor aytaman mana. Sukun bilan tugagan so'z vasli hamza bilan boshlangan so'zga qo'shib o'qilsa, sukun bilan tugagan so'zga kasra berib o'qiladi mana. Shuning uchun kasra beryapmiz mana. Anil ta yoki bo'lmasa bunisi mana. Abiltum. Shu holatda o'qiymiz. Tagidan qoidani yozib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Xo'p, sizga uyga vazifa. Uyga vazifaga Qur'oni Karimdan bir dona misol topib kelsangiz bo'ladi. Xudo xolasa, bir dona misol topib kelishingiz kerak bo'ladi. Keyingi darsimiz yana 2 kundan keyin Xudo xolasa bo'ladi, soat 5:00 da. Sizga ham bir aytaman, uyga vazifa Qur'oni Karimdan bir dona so'z topib kelish bo'ladi. Aynan shunaqa bo'lsin. Ya'ni sukun bilan tugagan so'z bo'lsin, hamda vasli hamza bilan boshlanadigan so'z bo'lsin. Bitta masalan tanvinlar bo'lmasin, faqat shu sukun bilan tugagan so'z bo'lsin. Keyingi darsimizda yana ikkinchi qismini o'tamiz.